voy oshni qo'l bilan yeydimi, ovqatni hammasini dabdalasini chiqarib tashladi, cho'qalab deb kommentariyaga bitta kulturniy yozib yuboribdi. O'sha kuni biz somsavuzga chiqqan edik osh yeyishga. Bilmaydiki, u yerdagi qoshiqlar nechta kishining og'ziga kirib chiqadi. Erimning qo'li faqat o'zining og'ziga kirib chiqqan xolos. Odam shu darajada brezgливый bo'lsa, o'zi bilan qoshiq, vilkani olib yurish kerak. Ism harflarigacha yozib qo'yib qoshiq vilkasini ustiga. Hamma aqlli. Ota-bobolarimiz ham hammasi qo'llarini yuvib, qo'l bilan yeyishgan oshdi. Qozoqlarda 5 barmoqni ham qo'l bilan yeydi. O'shaning uchun 5 barmoq deb qo'ygan nomini ovqatga. Qizlarimiz to'qishni o'rganayotgandik-ku. Buni qaranglar, qo'shnimiz nima to'qib beribdi. O'sha Shahrizoda ham o'zi shuni kichkinagina o'yinchoqchani to'qigan ekan. O'sha ikkinchisini ham to'qib boshlabdi. Qaranglar, boshini qanday chiroyli qilib chiqaribdi. Bugun qatnab bo'lgani uchun meni boshchiligimda uy uborka qilishni boshlab yubordi. Uyda osh bor edi. Erim shunga qaramasdan menga ikkita tuxum qovurib ber, shunday tuxum yegim kelib ketdi deb aytdilar kechqurun. Shu ham ish bo'pti-yu dedim. Bir pasda ikkita tuxumni orqa oldini qovurib tashladim. Sizlar fikringlarni kommentariyada kutib qolaman.